LDSP nima? LDSP bu ko'p mijozlarimiz tomonidan berilayotgan savollardan biri bo'lib, LDSP haqida biza to'liq ma'lumot berish uchun Eman kompaniyasiga biza tashrif buyurdik va mutaxassis bilan hozir yuzlanamiz. LDSP haqida to'liq ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham bu mijozlarimiz tomonidan ko'p beriladigan savol. LDSP bu daraxt qipig'idan ishlab chiqariladigan mahsulot bo'ladi. Haqiqatan ham oldingi LDSPlarimiz zichligi past bo'lgan. Hozirgi paytda biz yangi texnologiya ishlatilayotganligi sababli yuqori sifat darajasiga erishdik. Hozirgi kunda ko'p berilayotgan savollardan biri ekologik tozami va mebellar hech chiqmaydimi degan savollar juda ko'payib ketgan. Shunga biz hozir to'laqonli javob olishga harakat qilamiz. Eman Materials'da barcha LDSPlar ekologik toza, gipoallergenni va Yevropa standartlariga javob beradigan sertifikatlarga ega. LDSPdan ishlab chiqarilgan mebellar qancha muddatgacha bemalol xizmat qila oladi? 10-15 yil xizmat qilib beradi. Bu ham ishlatishidan bog'liq. Rahmat hammanglarga. Mana ko'rib turibsizlar, to'laqonli biz LDSP haqida ekologik tozami yo'qmi, qancha yil xizmat ko'rsata oladi degan savolga biz javob oldik degan umiddamiz. Biz Eman kompaniyasi bilan anchadan beri hamkorlik olib boramiz va bularning mahsulotligi juda sifatli va ekologik toza bo'ladi. Magnat Aziya mebel korxonasida sizlarni kutib qolamiz.